Bu jonzotchi go'dasiga hasharotlar bilan oziqlanadi desam, ishonasizmi? Bu chumolixo'r. Ularning tishlari yo'q, zat 60 santimetrlik tili bor. O'sha til yordamida chumolixo'rlar kuniga 30 mingtagacha chumolilar yoki termitlardan mazzasini qochiradi. Ularning so'liga takoy yopishqa bo'lgani uchun chumolixo'rlar o'ljasini kerak bo'lsa inini ichidan ham tutib biqin qivorishadi. Ovqatlanayotgan bo'lsanglar yoqimli ishtaha. Qiziq tomoni shundaki, chumolixo'r hech qachon o'ljalarini butun mahallasi bilan qo'shib yo'q qivormaydi. Bu insof bilan nemnoshka u yoqdan va bu yoqdan yeb koloniyani yana tiklanishini yaxshi niyat qilib kutib o'tiradi. Bu uni ekologik yirtqichga aylantiradi. Katta chumolixo'rlarning yana bir o'ziga xos jihati ularning katta va yumshoq dumlarida. Ular o'z dumlarini uxlash vaqtida ko'rpacha sifatida ishlatishadi. Ya'ni ular dumi bilan o'rab olib o'zligini ham sovuqdan, ham yirtqichlardan himoya qilishadi. Shuncha gapdan keyin ham kommentga kirib olib, ular nima yeyishadi deb savol beradiganlarga. Qorni ochsa uchta gumma zakas qilaradi. Mayli, temani o'zgartirmaymiz. Aytgancha, chumolixo'rlar katta va kichik turlarga bo'linadi. Ular haqida keyingi sonlarda ad-dushi aytib beraman. Ularni ko'rish qobiliyati juda yomon bo'lsa-da, ammo hid bo'lishi sizdan va bizdan 40 barobar kuchliroq. Aynan shu xususiyat ularga hatto kechasi ham ozuqa topishga yordam beradi. Do'stlar, bundan da qiziqroq videolarni o'tkazib yormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.